Biz Ürümchiga intayin tayzi bir kebabxona bilan bir choyxonani tayyor qildik qizlar. O'rni bo'lsak Tianshan kanal yendiki Bronqi Ilodi. Birinchi, ikkinchi qavatini Xotan Jangal kebabxonasi. Ustidagi 3, 4, 5 qavatini Flami choyxonasi. Pat arada ochilmoqchi. Ochilgan vaqtda kelib bizni qo'llab berishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Mana bu bo'lsa bizning kelgusidagi kebabxonamiz. Tranşosi asasen mükemmel bo'ldi, lekin yo'z o'rindiq degan narsa tayyor bo'lmadi. Maya bek chiroyli chiqdi lekin. Maya kirib kebab yesangiz, bir san'at asarining ichida turib tomoq yeganda ganjoy bo'lsiz. Xotanning yerlik tomoqlarining hammasi bor. Sizlarga dasturxon solamiz, shu vaqtda kelib bizni qo'llab berishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Ma'mu usti uchi xotan qizlar. Tunu kebab go'sht ko'rsa, mazur xotanliklarningki yurki qaynab ketdi. Afternoonda o'tirib xotanchi kebab yeymiz. Endi bizningki Xotan Jangal kebabxonamizningki ikkinchi qavatdagi boshlang'isi kirib boqaylik. Qizlar unutib qolmanglar, Xotan Jangal kebabxonasi. Boshlang'lardek jiq uzanlarning odam soni qatta. 2 odam kelsanglar 2 kishilik, jiqroq odam kelsanglar jiqroq kishilik. Bizniki Jangal kebabxonasida jami qancha odam bir vaqtda tomoq yeylaydi? 250 odam. Unda olsa qizlar miyada Zilayya shirkatining lideri hamda Xotan Jangal kebabxonasi Şirkimiz. adaqchi shirikmiz. Mayaga kom ayak altını koyduk. İşte evatlar düzsem. Bizim özel koyduğunuz lobbensi onu may turttu. Ama tötünü koymuş kilimizin yakınlar kana. Hamda shu lavdan ham biz shuni qo'ydik. Lodan nima shu? Qiz yigitlar meni ichi bek cho'ng, shunga ham men sizlarga to'liq ko'rsatib bo'lamidik. Hamda o'zinglar kelib, mashina aylanib, ko'rib, bizni mulozimat qilmaslar uchun har vaqt qo'limiz ko'ksimizda. Xotan Jangal kebabxonasi. Marhamat. Hozir turayotgan o'rnimiz yana shu Xotan Jangal kebabxonasining ustida qo'shmoq bizning Flami choyxonamiz. Tigida Jangal kebabxonasi ustida Flami choyxonasi. Lekin ko'rsatmaymiz. Kelak shunda Flami choyxonasining har yeri bilan tanishib, sizlar Flami choyxonada qattiq ko'rishimiz.